Avstraliyada o'qimoqchi bo'lgan do'stlar, bugun sizlarni Avstraliyaning talabalik vizasiga talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati bilan tanishtirib o'taman. Birinchisi xorijga chiqish pasporti, ikkinchisi ID pasport, uchinchisi maktabni tamomlaganlik haqidagi shahodatnoma yoki bo'lmasam magistraturaga topshirayotgan vaqtingizda bakalavriatni bitirganligingiz haqidagi diplom. To'rtinchisi universitet tomonidan beriladigan COE. Bu viza letter hisoblanadi. Busiz vizaga topshirish mumkin emas. Agar siz Foundation plus bakalavriatga ketayotgan bo'lsangiz, unday bo'lsa sizga ikkita COE beriladi. Beshinchi eng muhim hujjat bu GT statement hisoblanadi. Bu yerda siz Avstraliyaga nima maqsadda ketyapsiz, u yerda nimalar qilasiz, qancha muddatdan keyin qaytib kelmoqchisiz, o'rtacha 1,5 mingta so'z bilan butun maqsadlaringizni yoritib berishingiz kerak bo'ladi. 6-chi talab qilinadigan hujjat bu til sertifikati, ya'ni IELTS sertifikati. 7-chi eng muhim hujjatlardan biri bu bank statement hisoblanadi. Buni siz $400-500 ga kimgadir pul berib, soxta hujjat qilishingiz kerak emas. O'zingiz nomingizda chiroyli qilib bank statement tayyorlaydigan bo'lsangiz, Avstraliyaning talabalik vizasini %100 qo'lga kiritsangiz ham bo'ladi. Va undan tashqari bu hujjatga qo'shimcha qilib, bu 3 oylik tranzaksiyalar ham bo'lishi kerak. Ya'ni bu hujjatlarni ham siz fake qilmasligingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari sizdan talab qilinadigan hujjatlar qo'shimcha financial hujjatlar hisoblanadi, ya'ni ota-ona oylik doxodlari. Bu oylik doxodlarni ham siz soxta qilmasligingiz kerak. Va bundan tashqari sizga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni va hujjatlar ro'yxatini qo'lga kiritish uchun esa hoziroq izohlarda shunchaki plus belgisini qoldiring yoki bizga aloqaga chiqing.